Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar, indeksatsiya, qayta hisoblash. Hujjatlar va pensionerlar nimalarga tayyor turish kerakligi haqida gaplashamiz. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga, ota-onasi pensioner bo'lgan farzandlarga, nogironlik pensiyasi yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalarga ham bevosita tegishli. Men bugun sizga oddiy tilda keraksiz murakkab iboralarsiz tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nimalar o'zgaryapti? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar muhim? Qaysi xatolar pensiya miqdoriga ta'sir qiladi? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki aynan oxirida men amaliy qadamlarni aytaman. Qayerga borish? Nimani tekshirish? Qanday ariza yozish? Qaysi hujjatlarni oldindan tayyorlash kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulidan, vaqtida va asabidan yutadi. Avvalo, pensiya masalasida eng katta muammo nimada? Ko'pchilik pensiya tayinlangandan keyin hammasi avtomatik, endi hech narsani tekshirish shart emas deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya miqdori bir nechta omilga bog'liq. Ish staji, ish haqi, badallar, hujjatlarning to'g'ri yuritilgani, arxiv ma'lumotlari, imtiyozli davrlar, parvarish davrlari, harbiy xizmat, o'qish, dekret nogironlik holati va qonundagi indeksatsiya tartibi. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi asosiy dalil bo'lgan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani sobiq korxonadan yoki arxivdan olish kerak bo'lgan. Agar korxona yopilib ketgan bo'lsa, odam arxiv yurardi. Ba'zan ma'lumot topilmaydi, muhr noaniq, sana xato, familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan bo'ladi. Mana shunday mayda ko'ringan xatolar natijasida odamning 5 yil, 10 yil, hatto undan ko'proq mehnat davri hisobga olinmay qolishi mumkin. Hozir esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Ya'ni ayrim ma'lumotlar elektron bazalardan olinadi. Ish haqi va badallar bo'yicha ma'lumotlar soliq va ijtimoiy tizimlar orqali tekshiriladi. Pensiya jamg'armasi oldingi davrlarni ham ko'rib chiqadi. Bu yaxshi tomoni, lekin xavfli tomoni ham bor. Agar elektron bazada ma'lumot noto'g'ri bo'lsa yoki eski ish joyingiz haqida ma'lumot kiritilmagan bo'lsa, siz o'zingiz tekshirmasangiz xato davom etishi mumkin. Indeksatsiya nima degani? Juda oddiy qilib aytaman. Indeksatsiya bu pensiya miqdorining narxlar oshishi, yashash xarajatlari ko'payishi, eng kam iste'mol ehtiyojlari o'zgarishi bilan bog'lab oshirish mexanizmi. Masalan, bozorda oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, dori-darmon, transport narxi oshsa, pensiya ham ma'lum tartibda ko'tarilishi kerak. Lekin indeksatsiya har doim ham hamma odamga bir xil ta'sir qilmaydi. Kimning pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lsa, u boshqa tartibda ko'tarilishi mumkin. Kimning pensiyasi ish haqi va staj asosida hisoblangan bo'lsa, unga boshqa koeffitsiyentlar ta'sir qiladi. Kim qo'shimcha ustama yoki imtiyoz oladigan bo'lsa, uning yakuniy summasi alohida shakllanadi. Endi men kimlar birinchi navbatda o'z hujjatlarini tekshirishi kerakligini aytaman. Birinchi toifa. Mehnat faoliyatining bir qismi Sovet davriga, 1990 yillarga yoki 2000 yillarning boshlariga to'g'ri kelgan fuqarolar. Chunki o'sha davrlarda ko'plab korxonalar tugatilgan, qayta nomlangan boshqa tashkilotga qo'shilgan. Agar siz 1995 yildan 1990 yilgacha bir zavodda ishlagan bo'lsangiz, lekin mehnat daftarchangizda lavozim nomi aniq yozilmagan bo'lsa, arxivdagi ish haqi ma'lumot topilmasa, bu pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Misol keltiraman. Tasavvur qiling, opa 6 yoshda 34 yil ish staji bor deb o'ylaydi. Lekin pensiya tayinlashda 29 yil tasdiqlangan deb chiqadi. Nega? Chunki 1992 yildan 1937 yilgacha ishlagan korxonasi yopilgan, arxivda ma'lumot to'liq emas. Agar o'sha 5 yil hisobga kirmasa, pensiya miqdori kamayadi. Agar o'rtacha ish haqi yuqori bo'lgan, davr aynan o'sha yillarga to'g'ri kelgan bo'lsa, yo'qotish yanada sezilarli bo'ladi. Masalan, to'liq hisoblanganda pensiya 1 million 600 ming so'm bo'lishi mumkin edi. Lekin hujjat yetishmagani uchun 1 million 300 ming so'm chiqdi. Oyiga 2 ming so'm farq, bir yilda 3 million so'm degani. 5 yilda esa bu 1 million so'mga yaqin pul. Ikkinchi toifa rasmiy ishlagan, lekin ish beruvchi badallarni to'liq to'lamagan fuqarolar. Bu ayniqsa xususiy sektorda ishlaganlar uchun muhim. Odam oylik olgan, ishga qatnagan, lekin mehnat shartnomasi rasmiy bo'lmagan yoki ish haqi konvert usulida berilgan. Pensiya hisobida esa faqat rasmiy ma'lumot ko'rinadi.
Masalan, aka do'konda 10 yil ishlagan, amalda oyga 10 million so'm olgan. Lekin rasmiy hujjatda 20 million so'm yoki umuman nol ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisoblashda aynan rasmiy raqamlar inobatga olinadi. Shuning uchun men har doim aytaman, bugungi rasmiy ish haqi ertangi pensiyaning poydevori. 3-toifa ayollar, ayniqsa farzand parvarishi davri bo'lganlar. Dekret va bola parvarishi davrlari pensiya hisobida alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Ba'zi ayollar men uyda bola boqqanman, demak bu yillar yo'qoladi deb o'ylaydi. Har doim ham shunday emas. Qonunchilikda farzand parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin, lekin buning uchun hujjat kerak. Farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjat, ish joyidan buyruq nusxasi, mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Agar ayolning familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan bo'lsa, bu ham alohida tasdiqlanishi kerak. Bitta harf xatosi ham tizimda muammo chiqarishi mumkin. 4-toifa. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolar. Nogironlik guruhi, tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rik sanasi, mehnat qobiliyati, ijtimoiy nafaqa yoki pensiya turi o'zgarsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa sanalarni o'tkazib yubormaslik. Masalan, tibbiy ko'rik muddati 20 iyungacha bo'lsa, odam 20 iyunda hujjat topshirsa, orada to'lovda uzilish yoki qayta hisoblash masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun nogironlik bo'yicha nafaqa yoki pensiya olayotganlar kalendar tutishi, har bir muddatni oldindan belgilab qo'yishi kerak. 5-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu turdagi to'lovlarda farzandning yoshi, o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qishi, nikoh holati, oiladagi boshqa sharoitlar muhim bo'lishi mumkin. Masalan, 25 yoshga to'lgan farzand kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettirsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin uni tiklash uchun yana ariza, ma'lumotnoma, tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning barcha ish stajingiz rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda ma'lumotlar to'liq bo'lsa, ish haqi bo'yicha badallar muntazam aks etgan bo'lsa, pensiya tayinlanganda sizga hisob-kitob varaqasi tushuntirilgan bo'lsa, familiya, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari, JSHR va boshqa identifikatsiya raqamlari to'g'ri bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin baribir men yilga kamida bir marta tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki tizimdagi xato odamning o'zi murojaat qilmaguncha yillar davomida sezilmay qolishi mumkin. Raqamli misol beraman. Bir fuqaroning pensiyasi 20 million 100 ming so'm. Indeksatsiya natijasida u foizga oshdi deb olaylik. Oddiy hisobda 1 ming so'm qo'shiladi va pensiya 20 million 9 ming so'm bo'ladi. Lekin agar fuqaroning pensiyasida alohida ustama, kompensatsiya yoki minimal darajaga yetkazish qo'shimchasi bo'lsa, yakuniy summa boshqacha chiqishi mumkin. Shuning uchun odamlar qo'shnimniki 2,1 mingga oshdi. Menikisi 1,6 mingga oshdi. Demak, meni aldashdi deb darrov xulosa qilmasligi kerak. Avval pensiyaning tarkibini ko'rish kerak. Asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, indeksatsiya qaysi qismga qo'llangan. Yana bir misol. Ikki odamning pensiyasi bir xil 1 million 500 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin birinchisida 35 yil staj va o'rtacha ish haqi asosida hisoblangan pensiya bor. Ikkinchisida esa asosiy hisob past, lekin minimal miqdorga yetkazish uchun qo'shimcha bor. Indeksatsiya kelganda birinchi odamning pensiyasi sezilarli o'sishi mumkin, ikkinchisida esa ayrim qo'shimchalar qayta muvozanatlanadi. Natijada o'sish bir xil bo'lmaydi. Bu adolatsizlik emas, bu hisoblash mexanizmining farqi bo'lishi mumkin. Lekin noto'g'ri hisob bo'lsa, albatta tekshirtirish kerak. Endi istisnolar, yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p xato qiladigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat pensiya tayinlangandan keyin topilgan hujjatlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqib bo'ldim, endi kech deb o'ylaydi. Yo'q, agar siz keyinroq qo'shimcha ish staji yoki ish haqi ma'lumotini topgan bo'lsangiz, qayta hisoblash uchun murojaat qilish mumkin. Masalan, arxivdan eski ma'lumotnoma topildi. Unda 7 yil ish staji va yug'ori oyliklar ko'rsatilgan. Bu hujjat pensiya miqdorini oshirishi mumkin. Lekin bu avtomatik bo'lmaydi. Siz ariza berishingiz, hujjatni taqdim etishingiz, qabul qilinganini tasdiqlatishingiz kerak. Ikkinchi nozik jihat, norasmiy ishlagan davrlar. Afsuski, odam men 11 yil ishlaganman, hamma biladi desa ham. Pensiya tizimi guvohlarning umumiy gapiga emas, hujjatga tayanadi.
Ba'zi holatlarda sud orqali faktni aniqlash mumkin bo'ladi. Lekin bu har doim ham oson emas. Sudga borish uchun ham dalillar kerak. Ish haqi vedomoslari, buyruqlar, arxiv ma'lumotlari, kasaba uyushmasi hujjatlari, eski guvohnomalar, soliq yoki bank ma'lumotlari. Shuning uchun ayniqsa hali pensiyaga chiqmaganlar rasmiy ishlash masalasini jiddiy ko'rish kerak. Bugun mayli. Qo'lda olaveraman degan qaror ertaga pensiyada katta yo'qotishga aylanadi. Uchinchi nozik jihat familiya, ismi otasining ismidagi farqlar. Masalan, pasportda Mavluda yozilgan, mehnat daftarchasida Mavluda yozilgan. Yoki otasining ismi bir joyda Abdullayevna, boshqa joyda Abdullayeva bo'lib qolgan. Bunday xatolar tizimda hujjat odamga tegishli ekanini tasdiqlashda muammo tug'dirishi mumkin. Men bunday holatda darhol fuqarolik holati dalolatnomalari bo'limidan, arxivdan yoki tegishli idoradan tasdiqlovchi ma'lumot olishni tavsiya qilaman. Ba'zan bitta tuzatish bilan masala hal bo'ladi. Ba'zan sud orqali hujjatning tegishliligi belgilanadi. 4-nozik jihat. Ishlayotgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu holatda ish beruvchi rasmiy badallarni to'layaptimi? Mehnat shartnomasi bormi? Ish haqi elektron tizimda ko'rinyaptimi? Shularni tekshirish muhim. Chunki ayrim o'zgarishlar ishlayotgan pensionerlarning qayta hisoblash huquqiga, qo'shimcha stajning inobatga olinishiga yoki to'lov tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Har bir vaziyat alohida ko'riladi. Men hammaniki avtomatik oshadi yoki hammaniki bir xil qayta hisoblanadi deb aytmagan bo'lardim. To'g'ri yo'l o'z shaxsiy hisobingizni tekshirtirish. 5-nozik jihat pensiya va ijtimoiy nafaqani aralashtirib yuborish. Pensiya odatda ish staji va badallar bilan bog'liq. Ijtimoiy nafaqa esa boshqa mezonlar asosida tayinlanishi mumkin. Odamlar ko'pincha men ham pensionerman, nega mening pulim boshqacha oshdi deb so'raydi. Sababi to'lov turi boshqacha bo'lishi mumkin. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Yoshga doir ijtimoiy nafaqa, nogironlik nafaqasi, kam ta'minlangan oilaga beriladigan yordam, bularning har biri alohida tartibga ega. Indeksatsiya ham har bir to'lovda bir xil ishlamasligi mumkin. 6-nozik jihat. Bank kartasi va to'lovdagi kechikishlar. Ba'zan pensiya hisoblangan, lekin kartaga tushmagan bo'ladi. Bunda odam darrov pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Aslida sabab karta muddati tugagani, bank rekvizitlari o'zgargani. Shaxsiy ma'lumotlar yangilanmagani yoki texnik kechikish bo'lishi mumkin. Ayniqsa plastik karta almashtirilganda, pasport yangilanganda, yashash manzili o'zgarganda pensiya organiga va bank ma'lumotlarini yangilash kerak. Agar to'lov 2-3 kun kechiksa, bankdan ham, pensiya bo'limidan ham aniqlashtirish lozim. 7-nozik jihat. Ortiqcha to'lov va keyinchalik ushlab qolish. Bu juda muhim. Ba'zan fuqaro ma'lumot o'zgarishini vaqtida bildirmaydi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand o'qishni to'xtatgan, lekin oila bu haqida xabar bermagan yoki nogironlik guruhi muddati tugagan, qayta tasdiqlash kechikkan. Agar tizim keyin ortiqcha to'lov bo'lganini aniqlasa, ma'lum summa keyingi to'lovlardan ushlab qolinishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, holatingiz o'zgarsa yashirmang, vaqtida xabar bering. Bugun yashirilgan ma'lumot ertaga qarzga aylanadi. 8-nozik jihat. Pensiya hisob kitobini og'zaki emas, yozma so'rash. Ko'p odam idoraga boradi, oynadagi xodimdan so'raydi. U hammasi to'g'ri deydi. Odam qaytib ketadi. Lekin agar sizda shubha bo'lsa, yozma ariza bering. Mening pensiyam qaysi ish staji va qaysi ish haqi davrlari asosida hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Shunda sizga rasmiy javob berilishi kerak. Rasmiy javob bo'lsa, keyingi bosqichda yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish osonlashadi. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlar bilan tushuntiraman. 1-qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, JSHR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli guvohnoma, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar alohida papkada tursin. Hujjatlar eski bo'lsa, nusxa oling, skaner qiling, telefoningizda ham saqlang. Lekin asl nusxalarni yo'qotmang. 2-qadam. Mehnat stajingizni o'zingiz hisoblab chiqing. Qaysi yilda, qaysi oyda, qaysi korxonada ishlagansiz, ro'yxat qiling. Masalan, 1998-yil sentabrdan 1935-yil martgacha tikuv fabrikasi. 1935-yil apreldan
2002 yil dekabrgacha maktab, 2003 yildan 2010 yilgacha poliklinika. Har bir davrning boshlanish va tugash sanasini yozing. Keyin mehnat daftarchasidagi yozuv bilan solishtiring. Agar biror davr tushib qolgan bo'lsa, darhol aniqlashtiring. 3-qadam, ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Ayniqsa pensiyaga chiqish arafasida bo'lganlar uchun bu juda muhim. Qaysi yillarda ish haqingiz yuqori bo'lgan? O'sha yillar bo'yicha ma'lumotnoma bormi? Korxona hozir ham ishlayaptimi? Agar yopilgan bo'lsa, arxi qayerda? Masalan, siz 2002 yillarda yaxshi maosh olgan bo'lsangiz, lekin bu ma'lumot tizimda ko'rinmasa, pensiya hisobida katta farq bo'lishi mumkin. Ish haqi ma'lumotini oldindan aniqlashtirish pensiyaga chiqqanda asabiy yugur-yugurni kamaytiradi. 4-qadam, pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan ariza mazmuni oddiy. Menga tayinlangan pensiya miqdori bo'yicha hisob-kitobni, inobatga olingan ish staji davrlarini, ish haqi ma'lumotlarini va qo'llangan ustamalarni yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, kelgusida pensiya tayinlash uchun mehnat stajim va mavjud ma'lumotlarimni oldindan tekshirib berishingizni so'rayman deb murojaat qilishingiz mumkin. 5-qadam. Javobni kuting va uni diqqat bilan o'qing. Rasmiy javobda qaysi yillar hisobga olingani, qaysi davrlar tasdiqlanmagani, qanday hujjat yetishmayotgani ko'rsatilishi mumkin. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yana yozma izoh so'rang. Nima sababdan 1997 yillardagi ish davrim stajga qo'shilmagani tushuntirib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Aniqlik bo'lmasa, idoralar umumiy javob berib qo'yishi mumkin. Savolingiz aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 6-qadam, arxiv bilan ishlang. Agar sobiq korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman, shahar yoki viloyat arxivlariga so'rov yuborish mumkin. So'rovda korxona nomi, ishlagan davringiz, lavozimingiz, tug'ilgan sanangiz, o'sha paytdagi familiyangiz aniq yozilsin. Agar korxona bir necha marta nomini o'zgartirgan bo'lsa, eski nomlarini ham yozing. Masalan, paxta tozalash zavodi keyin paxta sanoat aksiyadorlik jamiyatiga aylangan bo'lishi mumkin. Nomlar mos kelmasa, arxiv topa olmay qoladi. 7-qadam. Xatoni tuzatishdan qo'rqmang. Agar mehnat daftarchasida sana noto'g'ri, familiya xato yoki buyruq raqami tushib qolgan bo'lsa, bu hal qilib bo'lmaydigan muammo emas. Avval hujjatni bergan tashkilotga murojaat qiling. Tashkilot yo'q bo'lsa, arxivga boring. Arxivda ham bo'lmasa, sud orqali hujjatning sizga tegishli ekanini yoki mehnat faoliyati faktini aniqlash masalasi ko'rilishi mumkin. Albatta, sud oxirgi choradir, lekin ba'zan katta pensiya farqini tiklash uchun bunga arziydi. Har bir topshirgan hujjatingizdan nusxa va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Ariza topshirdingizmi? Kirim raqamini yozib oling. Elektron yubordingizmi? Tasdiq xabarnomasini saqlang. Og'zaki gap bilan kifoyalanmang. Chunki keyin siz murojaat qilmagansiz deyishsa, qo'lingizda dalil bo'lishi kerak. 9-qadam, pensiya tushgan summani har oy kuzating. Bank ilovasida yoki SMS orqali qancha tushganini yozib boring. Indeksatsiyadan keyingi oyda summa o'zgarganmi? Ustama qo'shilganmi? Ushlab qolish bormi? Shularni solishtiring. Agar oldingi oy 20 ming so'm tushgan, keyingi oy 20 ming so'm tushgan bo'lsa, sababini darhol so'rang. Ba'zan bu texnik masala bo'ladi, ba'zan hujjat muddati tugagan bo'ladi, ba'zan ortiqcha to'lov ushlab qolinadi. Sababini bilmasdan turib xulosa chiqarmang. 10-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Ariza yozishga qiynaladi. Idoralarda navbat kutishga charchaydi. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini bir marta tartibga solib bersa, pensiya hisobini tekshirtirib bersa, bu juda katta yordam. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar, nogironligi bor fuqarolar, qishloqda yashaydigan odamlar bu masalada yordamsiz qolmasligi kerak. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensiya masalasida vahimaga tushish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Islohotlar va indeksatsiya odamlarning daromadini himoya qilish, tizimni aniqroq qilish, hujjatlarni raqamlashtirish uchun qilinadi. Lekin har qanday tizimda inson omili, eski hujjatlar muammosi, bazalardagi xatolar, noto'g'ri kiritilgan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l o'z ma'lumotingizni o'zingiz nazorat qilish. Agar siz hozir pensiya olayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda pensiya tarkibini bilib oling. Asosiy pensiyangiz qancha qo'shimcha ustama bormi, kompensatsiya bormi?
minimal darajaga yetkazish qo'shimchasi bormi? Qayta hisoblash qachon bo'lgan? Agar siz pensiyaga chiqishga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, oxirgi oyga qoldirmang. Kamida 6 oy oldin hujjatlarni yig'ishni boshlang. Chunki arxivdan javob kelishi, xatoni tuzatish, eski ish joyidan ma'lumot olish vaqt talab qiladi. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz va pensiyaga hali ancha vaqt bo'lsa ham, bugundan rasmiy ish haqingizni tekshiring. Mehnat shartnomangiz bormi? İş beruvchi sizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazganmi? Badallar to'lanayaptimi? Elektron tizimda ish joyingiz ko'rinyaptimi? Bu savollarni berish noqulay tuyulishi mumkin, lekin ertangi pensiyangiz aynan shunga bog'liq. İş beruvchi bilan munosabatda mening stajim rasmiy yuritilishi kerak deb talab qilish sizning qonuniy huquqingiz. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensiya islohoti. Indeksatsiya va qayta hisoblash jarayonlari hammaga ta'sir qiladi. Lekin har bir odamga ta'siri bir xil bo'lmaydi. Kimning hujjati to'liq bo'lsa, kimning staji aniq bo'lsa, kimning ish haqi rasmiy aks etgan bo'lsa, u ko'proq xotirjam bo'ladi. Kimda eski korxona, yo'qolgan arxiv, familiya xatosi, norasmiy ish muddati o'tgan tibbiy xulosa yoki topshirilmagan ma'lumotnoma bo'lsa, u albatta hozirdan harakat qilishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Mehnat stajingizni yozib chiqing. Pensiya bo'limidan hisob kitobni so'rang. Arxiv hujjatlarini kechiktirmang. Barcha murojaatlarni yozma qiling. Pensiya bu shunchaki oylik to'lov emas. Bu insonning yillar davomida qilgan mehnati natijasi. Uni to'g'ri hisoblatish esa har bir fuqaroning haqqi. Sizda pensiya oshdimi? Indeksatsiyadan keyin summa o'zgardimi? Hujjatlarda muammo bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini vaqtida talab qila oladi.